Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlarim. Bugun men piyoz dolma qildim, qarang. Yeganlarga osh bo'lsin, dardiga shifo bersin, Allohim ofiyat qilsin. Umrlariga, tog'onlariga baraka bersin. Butun jumlai mo'minda Allohim gunohini kechirsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Endi bunga mana bunday sous tayyorlab oldim. Ustidan aylantirib quyamiz. Mana. Qanday chiqdi? Pishsa yana atvetini aytaman. Mana. Endi bunga halga qog'ozim yo'q edi. Bunday qilib listdan yopib qo'yag'ayman. Bo'lar. Izohlarda yana yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling.